Xo'p, birato'la bu haqida ham aytib qo'yay. Bu ilovamiz YouTube'da yangi virusli nisha qidirish muammosi bor-a. Ko'pchilik masalan video qilishni biladi. Meni o'zimdan ham ko'p so'raydi, qanday qilaman aytinglar, ya'ni qaysi yo'nalish qilay aytinglar deb so'raydi. Mana shunaqa og'alarimiz uchun, bilmaganlar uchun bu juda ham qo'l keladi. Bu yerda mana bu sahnani o'zida, mana bu yerda o'zida men 100 ta video tortib kelganman. 100 ta videoni eng ko'p hozir YouTube'da ko'rilayotgan videolar ko'rilgan. Qarasanglar prosmotrlar вообще beshinni mana qaranglar. Juda ko'p mana 503 millionta ko'rilgan mana bu video. 503 millionta. Mana shunaqa videolarni ko'rib ilhom olasizlar nimaga ko'p ko'rilayotgan. Mana bu yerda mana filtrlari bor. Birinchi marta mana kirib tortganinglarda mana shunday qilib videolarni YouTube'dan istab topib kelguncha taxminan 1 minutcha eng ko'pini qo'yganman. O'zi tezroq ham tortish mumkin. Ma'lumotlarni tortib keladi. Bir marta tortib kelgandan keyin har 1 soatda yangilanadi bu. Yana u yoqdan bu yoqqa o'tsanglar, ya'ni yangilanmaydi. 1 soatda o'zi nimani yangilab turadi ba'zan. Mana keyingi nimasi oxirgi 3 oyda ko'p ko'rilganlar, mana bu oxirgi 1 oyda ko'p ko'rilganlar, mana bu yerda long formatdagilari ham bor. Hozir mana uje yaqinda to'g'irlaganimda uje 1 soat o'tibdi. 1 soat o'tgani uchun menga yana boshqatdan tortyapti yana. Oxirgi video tortib ko'rganim bilan. Bu birinchi funksiyasi, keyingi funksiyasi mana long videolar, keyingi funksiyasi video qidirish. Mana bu yerga biz o'zimizga kerak bo'lgan nishani yozamiz. Masalan, hozir yaqinda ko'rsatgan mana Ghibli formatim bo'lsa, mana shuni yozamiz va mana shuni ichidan bizga anaqalarni tortib keladi, viralni ko'rilayotganlarni tortib keladi. Virusni ko'rilishini qayerdan qarayman men? Virusning ko'rilishini kanaldagi obunaga qaraymanda va obunaga nisbatan necha marta ko'p ko'rilganiga qarayman. Misol uchun kanalda 1000 ta obunasi bor, lekin videosi ya'ni 100 mingta ko'rilgan bo'lsa, demak qancha x bo'ladi? 100x bo'ladi. Mana shunga qarab, mana bu x-ga qarayman. Birinchi navbatda tak pastga olib qo'y. Mana bu x-ga qarayman. Birinchi navbatda bu x-ga emasda, mana bunga qarayman. Obunachisiga va umumiy ko'rilganlar soniga qarayman. Shundan so'ng mana bu x-ga qarayman. Agar hammasi uchala nimamga to'g'ri kelsa, demak men mana bu yerga kirib bu videoni, ya'ni kanalda videoni o'zini ko'rsam bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? 251. Agar bu tushungan odamga ko'rsatsanglar, YouTuberlarga bu вообще shikarniy qilibdi deydi. Mana shunaqa qilib top berishda Vidaykuning o'zidagi nimasida ham yo'q. Ya'ni instruksiya Vidaykuga kirib istasanglar ham mana filtrlarni qo'yib, mana shunday qilib top bermaydi. Buni filtrlash uchun juda uzoq o'tirdim. Mana shuning uchun bu must have narsa. Bundan foydalaninglar, вообще kayf qilasizlar. Bittada zo'r narsa topib beradi. Shunaqa qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, mana bu yerga kirasizlar, mana kartam. Shu qo'llab-quvvatlab yuborasizlar, rahmat deginglar kelsa. Insiderlar tahlili mana shu insiderlar tahliliga $800 pul to'laganman o'qish uchun. Bu qanday ishlaydi? Bu insiderlar tahlili videolarni kanalni YouTube algoritmi rekomendatsiyaga olib chiqadimi, yo'qmi degan kriteriyalarga javob beradi. Ya'ni ba'zi bir kanallar bor, sizlar ko'rasizlar, bu kanal zo'r ekan deb o'ylashinglar mumkin. Ana shunda mana shu kanalni tashab, ya'ni tahlil qilishimiz mumkin. Mana shu kanal haqida tahlil qilib beradi bu. Mana misol uchun kanalga kiritdik, mana bu yerga videoni havolasini kiritamiz, mana bu yerga o'sha Ghibli degan nimani kiritamiz so'zni. Va bu ana shu mana bu yerdan tokenimizdan oladi, YouTube'ga borib, YouTube'ga kerakdigan, ishlatadigan algoritmlar asosida mana bizga tahlil qilib beradi. Mana bizga bu tahlil qilib beradi. Nimaga bu nima qilish kerak, qayerga qarash kerak? Ya'ni bu auditoriya ishonyaptimi, ishonmayaptimi degan tahlillarni qilib beradi. Insider degani o'zi bironta sirni ichkaridan biladigan odam degani. Ana shuning uchun insider tahlili deb nomlanadi. Mana hali ham Gizbitni ko'ryapsizlarmi? Hali ham konkurensiyasi kam deyapti. Bemalol joylarni egallasanglar bo'ladi deyapti. Lekin umumiy kanalga nisbatan 100% dan 42% yiqqan xolos deyapti. Juda ham ko'p
seriozniy qaraydigan joylari bor. Algoritm unaqa qattiq ishonmayapti unga deyapti. Mana insider tahlili. Mana shunaqa narsa hammasini ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. O'zi 1-2 marta ishlatsanglar tushunib olasizlar. Umumiy juda ham foydali narsa. Buni keyin alohida bitta dars qilib berarman tushuntirish uchun. Hozircha sizlar ishlatadigan narsa mana shu AI tahlilni ishlab tursanglar, qolganlarini ham уже kuchaytirib yubordim-da, dasturni sizlarga berguncha kuchaytirib yubordim. Hali YouTuberlar, yaxshi YouTuber tushunadiganlar ham bemalol kirib ishlatsa manfaatli bo'ladigan dastur. Viral videolar, mana shu viral videolar ham bundan oldingi haligi AI qidiruv bor-ku, AI qidiruvda qidirib topsangiz bu yerda shunda turgan bo'ladi, ana shunaqa videolar. Lekin bu yerda bitta minusi bor, viral videolarda, viral videolarning ichiga ofitsialniy kanallar ham kiradi va haligi muzikalniy kanallar ham kiradi. Ana shuni hisobiga ko'rishlar soni juda ko'p bo'lishi mumkin. Mana misol uchun mana bunaqa kanallar bo'lsa, mana Call of Duty'da ofitsialniysi yoki mana bu Dento'da Amerikanning ofitsialniy kanali bo'lsa, demak bunga qarab turib xulosa qilish xato. Mana 10 million bor, ko'ryapsizlarmi? Bunga ko'rib xato qilish oson, lekin buni nimaga qo'yilgan? Bu viral videolar bundan insight olish uchun, ya'ni fikrlar olish uchun, qanday qilib kuchli mutaxassislar video qiladi va ularning videolari shunaqa virusniy holatga, ya'ni olib chiqyapti degan narsani ko'rish uchun bu qilingan. Bu o'zi juda ham kam hollarda yangilanadi, chunki buni yangilash uchun mana bu yerdan token 200 tamikan token yeydi. Ana shuning uchun juda kam hollarda buni yangilayman. O'suvchi kanallarda mana bu AI video qidirishga o'xshagan g'oyalar bor va bu yerda hozir test uchun men 3 ta qo'yib qo'ydim. Mana nima deydi, 6 ta kanal qo'yib qo'ydim. Bu yerda mana shularni ko'rib o'rganib turasizlar va umumiy men g'oyalarni olishim kerak. Mana shu o'suvchi kanallarni sizlarga foyda emasligi haqida va bu yerdagi kamchiliklar haqida men g'oya olishim kerak va shundan so'ng buni ya'ni kuchaytirib qo'yaman. Mana shu o'xshash kanallarni qilish ber deb Vidaykuda supportiga 2-3 marta yozdim, lekin qilib berisha olmadi. Agar kim Next degan nimani ishlatsa, nima расширение ishlatsa YouTube uchun, mana shunda bor, ya'ni bironta videoni ko'ryapsiz, ana shu videoni oldida mana shu videoga o'xshagan nishalar degan knopkasi bor. Endi hozir istab o'tirmang, ko'payib ketadi. Ana shu knopkaga bosadigan bo'lsanglar, yangi tug'ilayotgan kanallarni ko'rsatib beradi. Misol uchun, endi yaqinda 1000 ta obunachi yiqqanda, lekin masalan qo'ygan 2-3 ta videosi уже нормальный просмотр yig'ib qo'ygan. Demak, mana shu nishiga, xuddi shu yo'nalishga o'xshatib kirish kerak degan nimani olib insight topib keladi. Bu yerda sevimlilarda mana shu yerda videolarda saqlab qo'ygan videolarni sevimlilarga to'planadi. Sozlamalarda mana bu yerga API kalitinglarni kiritasizlar. API kalit kiritish bo'yicha yozib qo'ydim. GPT ga yozasizlar qanday qilib olishni. Ana shuni ko'rsatadi. GPT kalitni olib mana bu yerga Ctrl V qilib prosta kalitni qo'yib qo'yasizlar. Keyin mana bu yerda saqlashni bosib qo'yasizlar. Shu bilan hamma funksiyonalni ishlaydi. Agarda sizlarga hamma funksiyonali kerak emas bo'lsa, demak kalit kiritmasanglar, mana bu yerda boshqaruv ishlaydi va AI tahlillarda ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu qidirishlar ishlash uchun kalitinglar bo'lishi kerak. Umumiy shu og'alar hozircha ilova tayyor. Endi buni hozir ulgurmasam kerak, chunki juda charchadim. Xudo xolasa bugun kechga yoki ertaga saharga serverga qo'yib beraman ishlatishlari uchun. Buni sal normal serverga qo'yishim kerak, chunki buni tagida juda ham ko'p bazada analizlar bo'ladi va mana bu yerda tortib kelgan mana bu nimalarni bazada saqlash kerak. Sal bazasi kuchliroq bo'lishi kerak-da. Bo'lmasam 10 kishi bir paytda kirsa qatib qoladi. Shunaqa yangiliklar o'g'alar, aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.